Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 12 fevral 2026 yil navbatdagi laboga mana tuni ko'ra bo'ldik. Labon egalari Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Quyqa qishlog'idan yetib kelibdi. Labonchilarga mana nimalar qildik, ko'rib ko'rasizlar. Video boshida aytib o'tamiz. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, Setofor yaqinida bo'ladi. Murojaat uchun mana ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Hop, bo'lmasam boshlaymiz. Mana poliga andiqat silliq holatdagi rezinka tashlandi mana. Ko'rishingiz mumkin. Rezinka to'liq holatda tushadi. Bir yoni andiqa silliq bo'ladi, bir yoni tanga holatda. Ichlarida mana iplari bor 1 sm. Qolagan tomonini qo'yib ishlatsa bo'ladi. Mana bu joyda konteyner pollari bor. Qattiq zarbalarni to'sadi. Bu narsalar qattiq tegadigan bo'lsa, yuklaganda ham yo tormozdan tegsa, bukilib, majaq bo'lib ichkariga kirib ketib qolmaydi. Beneplexlari ham issiq sovuq to'sadi. Orqaga hashay-pashay tushmaslikni oldini oladi. Mana bu joyda akkumulyator zashta qiladigan, arqon ключ aptechka soladigan sondiqchalari bor. Mana yonlaridan balondan loy sachraganda akkumulyatorga tegmasligi uchun zashnikchalari ham bor. Xo'p, bu ochilishi ham holatda ochiladi. Qalinliklari 1.8 listlardan alohida ham sotiladi bu. Qulflanadi ham. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Sabab mana buni bossangiz ochiladi. Tepaga ko'tariladi mana. Mana bu narsa. Qulflashda yarimta qulflanadi bu. Endi chiqmaydi. Hali eshib borib sindirib qo'ymasin demoqchiman-da. Mana bunday ochiladi. Mana kaliti bor. Yo'llari ham mana 1,5 sm ichkariga qaytgan, ochganda qo'lni kesmaydigan holatda bo'ladi. Rezinkasi alohida sotuvda bor, duvgasi alohida sotuvda bor, tepasi bagaji alohida sotuvda bor. Ishlarimizda kamchilik xatolar bo'lgan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qo'yinglar. Kuzatishda davom etinglar, like bosishni unutmanglar. Do'stlar, yaqinlarga ushbu videoni jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.